Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun ota-onalarning eng og'riqli nuqtasi farzandlarimizning eng nozik va eng muhim davrlardan biri o'smirlik haqida suhbatlashamiz. Bu menimcha barchaga qiziqarli bo'lsa kerak va muhim mavzulardan biri. Aslida o'smir kim? O'smirlik davri qanaqa davr? O'smirlik krizisi o'zi nima? Bu davrda bolalar bilan qanaqa munosabatda bo'lish kerak? Bolalardagi muammolarni qanaqa hal qilish kerak? Bolalardagi o'zgarish nimadan kelib chiqadi? Mana shu haqida, demak, gaplashamiz va shu savollarga javob topamiz. Darslarimizni oxirigacha kuzating. O'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar beramiz va darsning oxirida sizni xursand qiladigan yangilikimiz ham bor. Suhbatimizni har birimizga tanish bo'lgan holat, ya'ni bir onaning so'zlari bilan boshlaymiz. Xo'p. Aytadilar, "Mani bolam butunlay o'zgarib qolgan. Mani umuman eshitishni ham xohlamaydi. Kelisha olmayapmiz biz. Bitta aytganimni ham qilmaydi. Menga teskari bo'lib qolgan. Nimadan ekan bu?" deyaptilar. Sizga ham bu holat tanishmi? Hozirgi paytda o'smiringiz bilan qanday muammoli holatda turibsiz? O'smir kim? O'smir bir davrdan ikkinchi davrga o'tish, ya'ni bolalikdan kattalikka o'tayotgan bir davr hisoblanadi. O'smirlik davrida bolani o'zidan kechayotgan holati, aytaylik, bu fiziologik holatmi, psixologik holatmi, miyadagi keskin o'zgarishlarmi, ichki hissiyotlari, undan tashqari oiladagi kutuvlari, jamiyatdagi talablarga bir vaqtda javob berishga intilayotgan davr hisoblanadi. Endi tasavvur qiling, qancha narsa sanadim. Mana shu holatni bir vaqtda o'zida ko'tarib turgan bolani emotsional holatini tasavvur qilasizmi? Demak, o'smirlik bola davridan kattalik davriga o'tayotgan bir holat ekan. Bu bir so'z bilan shaxsiyati rivojlanayotgan davr. Bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Keling birma-bir ko'rib chiqamiz buni. Bu davrda bola men kimman savoliga javob izlashni boshlaydi va hayotda maqsadim nima, qayerga qarab ketyapman, men o'zi kimman degan savollarga javob berish jarayonida o'zidagi o'zgarishlar qay darajada ko'rinadi. Qarang. Demak, bu kiyinishi o'zgaradi, soch turmaklashi o'zgaradi, qiziqishlari o'zgaradi bolani, o'qishga bo'lgan qiziqishi qoladi, ya'ni so'nishni boshlaydi. Bo'lsa anchadan bir qiziqib kelgan mashg'ulotlaridan sovishi boshlaydi. Mana shunaqa ko'rinish bilan demak unda bu narsa namoyon bo'ladi. O'zini har xil tusga kirgizib ko'radi. Misol uchun kuzatganmisiz, qizlar sochini sariqqa bo'yab ko'radi. O'g'il bolalarda ham misol uchun kiyimlari o'zgaradi, har xil stilda kiyinishadi. Bu bola o'zini qidirishni boshlaydi. Qilmagan ishlarni qilib ko'rib o'zini topmoqchi bo'ladi. Bu aslida muhim jarayon. Biz bu jarayonni tabiiy deb qabul qilishimiz kerak. Shu uslubda sinab ko'radi va buni tabiiy deb qarash kerak. Shu orqali bu o'zini topmoqchi bo'ladi. O'zini qiziqishlarini topmoqchi bo'ladi bola va boladagi mustaqillikka intilish juda ham yuqori bo'ladi, aynan o'smirlik davrida. Ya'ni oldin ota-onam nima xohlaydi deb yashagan bola endi men o'zim nima xohlayman deydi. Ya'ni diqqat ko'proq o'ziga qaraydi. Avval sizni ko'zingizga, qoshingizga qarab turgan bola endi yo'q. Endi men aytganim bo'ladi. Yo'q, men endi mana shunaqa kiyaman yoki sochimni mana shunaqa turmak qilaman deb turadi. Bu ota-onalarni albatta xavotirga soladi. Bolamga nima bo'lyapti? Nega o'zgaryapti bolam deb qo'rqamiz, lekin aslida bu tabiiy holat. Bola demak mustaqillikka intilyapti degani bu. Ko'p hollarda ota-onalar farzandidagi mana shunday xulqiy o'zgarishlarni ko'rib, o'zoshimcha bo'lib ketyapti, itoatsiz bo'lib ketyapti deb xavotirlanishadi va boladagi navbatdagi o'zgarishlardan biri, kuzatganmisizmi, farzandingizni hozir kulib turgan, hozir kayfiyati yaxshi bo'lib turgan bolangiz bir pasda o'zgarib qoladi. To'msayib oladi, gapirishni xohlamaydi, eshikni taraqlatib xonasiga kirib ketadi, meni bezovta qilmanglar deydi. Kayfiyati o'zgaruvchan bo'lib qoladi. Jahli tez chiqadi yoki hafsalasi tez pir bo'ladi, tez zerikadi yoki hamma hissiyotlar mix holat ham bo'ladi. Demak, bolangizdagi bu o'zgarishlar fiziologik holatidan ham kuzatiladi. Ya'ni gormonlarning o'zgarishi. Bu yoshda gormonlar beqaror bo'ladi va bu tanaga ham ta'siri bor va shundan tashqari bolani emotsiyalariga, asab tizimiga ham, kayfiyatiga ham katta ta'sir o'tkazadi. Demak, bolangizdagi hissiy beqarorlik bu demak norma holat ekan. Bu davrda miya rivojlanishining nomutanosibligini ham juda katta ta'sir qiladi. Ya'ni miyani mantiqqa javob beradigan bo'limi, ya'ni qismi bor, aytaylik, bolaning qaror qabul qilishi, o'zini xatti-harakatlarini oqibatini ko'ra olishi, mas'uliyatni bo'yniga, ya'ni mas'uliyatni his qila olishi va o'zini boshqara olishiga javob beradigan qismi
bu davrga kelganda sustroq ishlaydi, lekin hissiyotlarga javob beradigan limbik tizimi juda ham aktiv bo'ladi, ya'ni jadal ishlaydi. Endi tasavvur qiling, bu yerda hissiyotlar o'ynab yotibdi, jadal, lekin uni boshqarish kerak bo'lgan qism, mantiq qism sust. Qanaqa holat ro'y beradi? Mana shu holatga bir misol keltiraylik. Asov ot ko'z oldingizga keltiring, boshqarilmagan, ya'ni qo'lga o'rgatilmagan asov ot. Bu asov otni ustida kim? Chavandoz o'tiribdi, lekin aksiga olib bu chavandoz tajribasiz, hali bu ishni o'rganmagan bir yosh chavandoz o'tiribdi. U asov otni boshqara oladimi? Xuddi mana shu holatni ko'z oldingizga keltirsangiz, boladagi bu xulq tabiiyligini tushunasiz. Yaqinda o'qigan ma'lumotimga ko'ra, aynan mana shu mantiqqa javob beradigan qism prefrontalniya kora 32 yoshga yetib kelganda, demak, to'liq rivojlangan bo'lar ekan. Demak, biz o'sha tasavvurimizga keltirishimiz kerak. 10 yoshdan kattaroq, ana 20 yoshdan kichikroq bo'lgan bolalarda bu mantiqqa javob beradigan qism qay darajadaligini. O'smirlik davrida farzandlarimizni tinglanilishga, qabul qilinishga, xavfsizlikka, tan olinishga bo'lgan ehtiyojlar va shu bilan birgalikda erkinlikka bo'lgan ehtiyoji juda yuqori bo'ladi. Azizlar, bilasizmi? Har bitta munosabatni tagida ehtiyojlar yotibdi. Kuzating, xoh ota-onangiz bilan munosabat qurasizmi, xoh turmush o'rtog'ingiz, xoh do'stlaringiz bilanmi, har bitta munosabatingiz tagida o'ziga yarasha ehtiyojlaringiz yotibdi. O'smir ota-onasidan, yaqinlaridan mana shu ehtiyojlarning qondirilishini kutadi. Ya'ni bu emotsional ehtiyojlar. Agar bu qondirilmasa, bolada isyonkorlik, bolada norozilik ko'tariladi. O'smirlik davrida farzandlarimizda emotsional ehtiyoj juda ham yuqori bo'ladi. Bu tan olinishga bo'lgan ehtiyoj, eshitilishga bo'lgan ehtiyoj, qadrlanishga, erkinlikka bo'lgan ehtiyoj, xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj. O'zimman kuzating, har bitta munosabatimizni tagida ehtiyojlar yotadi. Aytaylik, bu ota-onamiz bilan bo'lgan munosabat, turmush o'rtog'imiz bilanmi, yaqinlarimiz bilanmi, do'stlarimiz bilan bo'lgan munosabatmi, ularni umuman har bitta munosabatimiz tagida ehtiyoj yotadi. Agar mana shu ehtiyojimiz qondirilmasa, biz bu munosabatdan qoniqmaymiz. Demak, farzandlarimiz ham ota-onasidan aynan mana shu munosabatni kutadi. Agar ular ham ota-onasidan mana shu ehtiyojlarni qondirilmasa, ya'ni ota-onasi buni qondirmasa, ota-onaga nisbatan isyonkorlikda ko'rinadi, ota-onaga nisbatan qaysarlikda ko'rinadi bolada, telefonda qaramlikda ko'rinadi, o'yinga qaramlikda, nojo'ya ishlarda ko'rinadi bolada. Demak, isyonkor ko'rinishda bu narsa namoyon bo'ladi. Keling, bu narsani oddiy bitta misol bilan keltiraman. Qariyalar bor, to'g'rimi? Mana shu qariyalar bilan suhbatlashganimizda kuzatganmisiz? Qariyalar ko'pincha o'zini o'sha o'tib ketgan, qilgan ishligisini ko'p gapirishadi. Palon vaqt palon ish qilganman. Misol uchun, bularimiz, "Oh, men qanaqa kelin bo'lganman, qaynonamga qanaqa xizmat qilganman" deb o'zigisini qilgan ishligisini bot-bot gapirishadi. Bu zerikkandan gapirishadi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Bu ularda bo'lgan tan olinishga bo'lgan ehtiyoj bularni gapirtiradi. Shu payt agar siz shu qarama-qarshi tarafingizdagi insondagi shu ehtiyojini bilib olsangiz, aynan mana shu ehtiyojini qondirsangiz, sizdan zo'r suhbatdosh bo'lmaydi. Ya'ni o'sha bu bilan siz aytishingiz mumkin: "Buvijon, haqiqatdan ham zo'r kelin bo'lgan ekansiz. O, qanaqa davrlarni o'tkazgan ekansiz. Siz zo'r bo'lgan ekansiz" deb uni tan olib qo'ysangiz, bo'ldi. U ayolning ehtiyoji qondiriladi. Bir olam sizdan bir emotsiya oladi bu ayol. Xuddi shunga o'xshab farzandlarimiz ham bizdan mana shu munosabatni kutadi. Farzandingizdagi o'smirlik davrini og'ir o'tishi yoki aytaylik u darajada katta bir o'zgarishlarsiz yengil o'tishi albatta oiladagi muhitga bog'liq. Bu degani o'smirlik davri og'ir o'tadi degan bir noto'g'ri bir fikr olmasligimiz kerak. Bu oiladagi muhitga bog'liq va unga qilgan munosabatingiz, ya'ni shu davrgacha u bilan o'rnatgan sog'lom yoki nosog'lom munosabatingizga bog'liq. Demak, bolangizdagi o'zgarish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bolangiz o'z-o'zidan yolg'onchi bo'lib qolmaydi, bolangiz o'z-o'zidan o'g'irlik qilmaydi, bolangiz o'z-o'zidan o'ta yalqov bo'lib sizga isyonkorlik, ya'ni isyon qilmaydi. Bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu shu paytgacha ota-onadan qondirilmagan ehtiyojlarimi yoki umuman nosog'lom munosabatlar ta'sirida, demak, bu narsa yuzaga chiqadi. Shunchaki tasavvur qiling, dala, siz urug' ekasiz va o'zini payti kelganda uni hosilini olasiz. Xuddi o'smirlik davri ham siz shu tarbiyalagan, shu o'rnatgan munosabatingizni bir hosilini olish hisoblanadi. Bilasizmi, har bir ishda ilm kerak. Farzand, ayniqsa farzand tarbiyasida, afsuski bizning jamiyatda aksariyat hollarda farzand tarbiyasi
tarbiyasi borasida, umuman ota-onalik ilmi borasida, farzand tarbiyasi borasida juda yengil qaraymiz va buni yo'l-yo'lakka o'rganamiz deb bilamiz. O'sha payt kelganda bilib olamiz deb qaraymiz. Lekin buni alohida mana shu farzand ko'rishdan oldin bu ilmni o'rganish kerak. Ota-onalik ilmini, farzand tarbiyasini, ya'ni psixologiyada yosh davrlar bor. Mana shu yosh davrini psixologiyasini o'rganish kerak. Bu juda muhim. Mana yosh yigit-qizlarimiz turmush qurishdimi, albatta shu ota-onalik ilmini, farzand tarbiyasini ilmini o'rganishlari kerak. Chunki qo'pol qilib aytganda biz hayvon yetishtirmaymiz, biz jamiyatga shaxs yetishtiramiz, biz naslimizni davomchisini yetishtiramiz. Bunga jiddiy qarash kerak. Chunki mana hozir yuqorida aytdim, psixologiyada yosh davrlari bor. Har bir yosh davrini o'zini ehtiyojlari bor. Ya'ni har bitta yosh davrini o'zini psixologiyasi bor. Demak, bolamizni har bir yoshda o'ziga yarasha ehtiyojlari bor, o'ziga yarasha his-tuyg'ulari bor, o'ziga yarasha mana shu ehtiyojlardan kelib chiqqan holatda unga munosabat bor. Buni bilishimiz kerak. Aytaylik, misol uchun 3 yoshli bolada 3 yoshli bolada men shakllanadi bolada va mana shu meni shakllanayotganda bolaga qanday munosabatda bo'lish kerak? Bu alohida bir katta bir ilm. Bolangizni irodali, bolangizni qobiliyatli bo'lib yetishib chiqishi uchun har bitta davrini o'rganishingiz va shu asnosida tarbiyani yo'naltirishingiz kerak. Biz bola bilan bola bo'lib emas, ota-ona bo'lib yondashishimiz kerak. Munosabatga kirishimiz kerak. Muammolarni ota-ona bo'lib hal qilishimiz kerak. Bu nima degani? Bola bilan bola bo'lib munosabatga kirishish, ya'ni bola hissiyotlarga javob bera olmaydi, u hissiyotlarni boshqara olmaydi. Biz ham bola bilan munosabatga kirishganimizda aynan mana shu yo'sinda munosabatga kirishamiz. Biz bolaga bola bo'lib emas, ota-ona bo'lib yondashishimiz kerak. Bola bo'lib deganda bola o'z hissiyotlarini boshqara olmaydi, bola hissiyotlarga javob bera olmaydi. Biz ota-onalar esa hissiyotlarimizni boshqara olamiz. Biz ko'pincha hissiyotlarimizni boshqara olmagan holatda munosabatga kirishamiz. Bizning aqlimiz emas, hissiyotlarimiz gapiradi bu paytda. Ya'ni bilasizmi? Ota-ona bo'lib munosabatga kirishish deganda nimani tushunaman? Misol uchun farzandingizni bitta gapiga, oddiy bitta so'zini shunchaki ma'nosiga emas, mana shu so'zini, mana shu gapini ortida qaysi ehtiyoji, qaysi hissiyot yotganini his qilishimiz muhim. Aytaylik, ojamuncha ishingiz ko'payib ketdi, dada bolangiz, aslida shunchaki so'ziga e'tibor beradigan bo'lsangiz, nima men o'ynab kelyapmanmi deb javob berishingiz mumkin. Lekin agar shuni gapirtirayotgan qaysi ehtiyoj ekan yoki qaysi hissiyot ekan deb savol bersangiz, bola shunchaki siz bilan suhbatlashishni, aslida tagida siz bilan suhbatlashishni xohlayotgan bo'ladi. Shunda siz javob berishingiz mumkin. Ha, ishlarim ko'payib ketdi. Keyin sen bilan gaplashaylik. Nima gaplar? Ishlaringda nima bo'lyapti? Holating qanaqa? Mana ishing nima bo'ldi deb bolangizni suhbatga tortsangiz, aslida mana shu bolangizni tinglanilishga bo'lgan ehtiyojini qondirayotgan bo'lasiz. Biz ota-onalar farzandimizni ulg'ayib borayotganini qabul qila olmaymiz, chunki qolipimizga sola olmaymiz, izmimizga yurg'iza olmaymiz. Mana shu og'riqlik biz uchun. Va avvalgidek nazoratni saqlashga harakat qilamiz, lekin bu o'smirga aksincha yomon ta'sir qiladi. O'smirda isyonkorlikni uyg'otadi, norozilikni uyg'otadi. Agar siz farzandingizni qabul qilmasangiz, shu boricha qabul qilmasangiz, bola ham o'zini qabul qilmaydi. Agar siz bolangizni inkor etsangiz, bola ham o'zini inkor etadi. Ya'ni siz unga qanday munosabatda bo'lsangiz, bola ham o'ziga shunday munosabatda bo'ladi. O'smir bilan munosabatda, ya'ni sog'lom munosabat o'rnatishingiz uchun bitta yaxshi bir tavsiya bor. Ya'ni qarang, o'smirning ruhiyatida ikkita shaxsiyat yashaydi. Birida o'ta ta'sirchan bolakay, biri bo'l. Ikkinchisi esa kattalikka intilayotgan shaxs. Mana shu ikkita shaxsiyat birlashgan bo'ladi va siz ham munosabatda mana shu ikkita shaxsiyatni ehtiyojini qondirgan holatda munosabat qurishingiz kerak. Keling, buni oddiyroq, soddaroq tilda tushuntiraman. Farzandingiz ko'chadan xafa bo'lib keldi. Nimadandir jahli chiqib kelyapti va siz uni ko'rdingiz, xavotirlanasiz. Tinchlikmi, nimadir bo'ldimi deb xavotirlandingiz va so'radingiz. Tinchlikmi bolam, nima bo'ldi dedingiz. Yo'q, hech narsa, o'zim hal qilaman dedi va xonasiga kirib ketdi. Shunda siz boyagi o'sha yuqorida aytgan, ya'ni ikki shaxsiyatini qondira oladigan munosabat bildirishingiz kerak mana hozirgi vaziyatga. Mayli bolam, gapirishni xohlamasang gapirma, lekin qachon xohlasang men seni yoningdaman. Uni qarorini hurmat qildingiz. Gapirishni o'zim hal qilaman dedi va sizga indamay kirib ketdi. Bu uni qarori bo'ldi. Siz buni kattalarga munosabat qilgandek hurmat qildingiz qarorini. Ikkinchi tarafdan esa men seni yoningdaman degan bir informatsiya berdingiz bolangizga. Bu bolani mana shu ikki shaxsiyatni
ehtiyojini qondirgan bo'ladi. Ya'ni boladagi ikki shaxsiyat ehtiyojini qondirgan bo'ladi. Bilasizmi, o'smir farzandingiz uchun suv va havodek muhim bo'lgan ehtiyojlardan biri bu tinglanilish, eshitilish, suhbatlashish, tan olinish ehtiyojlari deb aytdik. Mana shu tinglanilish, suhbatlashish, faol suhbatlash bu juda ham muhim. Kuzating, agar farzandingiz bilan suhbatlashmoqchisiz yoki qanaqadir qandaydir muammoni hal qilmoqchimisiz, undan oldin o'zingizni kuzating. Sizni holatingiz qanaqa holatda? Siz g'azabdamisiz? Siz aytaylik qo'rquvdamisiz? Oldin o'zingizni hissiyotlaringizni barqarorlashtiring va undan keyin suhbatga kirishing. Chunki samokontrol yo'qolishi mumkin. Siz suhbatlashmaysiz va bu vaziyatda hissiyotingiz gapiradi. Yaxshisi o'zingizni ya'ni tinchlangan holatda hissiyotlaringiz barqarorlashgandan keyingina farzandingiz bilan suhbatlashing, bu juda ham muhim. Har kuni qisqa vaqt bo'lsa ham bolangizga suhbatlashishga vaqt ajrating. Sizda xoh 3 ta farzand bo'lsin, xoh 2 ta, xoh 4 ta bo'lsin, har biri bilan alohida bir mavzuyingiz, alohida bir suhbatingiz bo'lsin. Bunda bola ota-ona tarafidan tan olingani, eshitilayotganini his qiladi va kerakligini his qiladi bu. Aziz tinglovchilar, oiladagi muhitni to'g'irlash bilan va munosabatlarni yaxshilash bilan bir qatorda farzandingiz uchun pedagogik muhit, ya'ni pedagogik ta'lim juda ham muhim. Farzandingizga ustoz tanlashda alohida e'tibor bering. Qadriyati sof, ma'naviyati yetuk ustozni yo'llang, chunki ba'zi holatlarda farzandingiz sizni, ya'ni biz ota-onalarni avtoritet sifatida qabul qilmasligi mumkin, lekin ustozini avtoritet sifatida qabul qiladi. Loyihamizda o'spirin yoshdagi qizlarimizga pedagogik yondashuv asosida milliy qadriyatlarimiz uyg'unlashgan holda psixologik ta'lim berish maqsadida Sen borsan seminar treningini tashkillashtirdik. Hozirgi kunda 3 ta guruhni muvaffaqiyatli yakunlab, 4-guruhga start berdik. Keling, sizlarni Sen borsan seminar trening bilan tanishtiray. Bu seminar trening 8 ta darsdan iborat. Ushbu loyiha davomida bir nechta malakali mutaxassislarimiz tomonidan qizlarimizga pedagogik yondashuv asosida milliy va sof qadriyatlarni uyg'unlashtirilgan psixologik ta'lim beriladi. Darslar jarayonida ishtirokchilar o'zini anglash va o'zini qabul qilish, hissiyotlarini tanish va ular sog'lom ifoda etish, to'g'ri maqsad qo'yish va unga erishish yo'llarini topish, ota-ona, do'stlar va atrofdagi insonlar bilan sog'lom munosabat o'rnatish, shaxsiy rivojlanish va foydali odatlarni shakllantirishadi. Bir oylik seminar treningda qizlarga qanchalik ta'lim bera olasizlar? Bu oz muhlat emasmi degan savol tug'ilishi tabiiy va bu o'rinli savol. Bizning loyihamiz faqat bir oylik seminar treningdan iborat emas. Seminar treningni yakunlagach ishtirokchilarimizni maxsus rivojlanish klubiga taklif etamiz. Bu qanday klub deysizmi? Bu klubda bir oyda bir marotaba malakali mutaxassislarimiz bilan, ya'ni malakali ustozlarimiz bilan jonli uchrashuv va onlayn tarzda darslar, suhbatlar o'tkaziladi va bundan tashqari turli rivojlantiruvchi challengelar, kitob tahdiklari va muhokamalar demak bu klubimizda rejalashtirilgan. Muhimi, bu yerda qizlarimiz yolg'iz qolib ketishmaydi. Bir-birini qo'llab-quvvatlovchi, bir-birini tushunuvchi davrada rivojlanishadi. Bizning maqsadimiz bir martalik bilim berish emas, balki qadam-ba-qadam tizimli ravishda rivojlanishda hamroh bo'lish. Sen borsan seminar treningida atigi 15 ta ishtirokchini qabul qilamiz. Chunki bizga son emas, sifati muhim. Shunday ekan, joylar soni cheklangan va albatta bunday imkoniyatdan foydalanib, o'z joyingizni band qiling. Hozirgi qaroringiz farzandingiz kelajagi uchun muhim qadam bo'lishi mumkin. Shoshiling.